Qizlar buni choy o'rnida ichsa, 7 kunda beli inchikilab, yuz terisi oqaradi. Limonni hamma qizlar yaxshi ko'radi. U xonim qizlarga oq, yumron teri ato qila oladi. Bu nuqtani hech kim inkor qilmaydi. Limon 3 oy yo'lini tozalaydigan hasal bilan birlashganda limonning kislotaligini normallashtirib, kishiga bir xil huzur ato qiladi. Bu xil ichimlik kishini o'ruqlatib qolmay yana o'zini go'zallashtiradi. Haqiqatan bir chalmada 2 paxtak so'qalaysiz. Chiroyli bo'lmayman desingizmi, amolingiz yo'q. Birinchi qadamda limonni tayyorlab tuz bilan pokiz yuyamiz. Ondan pokiz suvda chayqaymiz. Limonning ustidagi suvlarni oshxona qog'ozi bilan surtib bo'ladi. Ikkinchi qadamda limonni parchalab pokiz cho'ngroq botilkaga solamiz. Salgan chaqda bir tal limon parchasi, ondan muvofiq miqdordagi hasalni bir qavat qo'yamiz. Ustiga yana bir limon parchasini solamiz. Mushu tartib bo'yicha limon bilan hasalning teng nisbatda aralashishiga kapolatlik qilsak bo'ladi. Üçüncü qadamda botilkaning og'zini mahkam etib, to'nglatg'iga silib qo'yamiz. Atisi sovutilgan qaynoq suv bilan tangshab ichsak bo'ladi. Yoz kelganda sovutilgan muzdek suvga tangsisangiz, o'zingizni salqin, rohat his qila olasiz albatta. Ochiq chuchuk tam, intayin ichishlik. Yoz kelay deb qoldi. Vaqtingiz chiqqanda o'ltirib bir stakan limon hasal suyi ichib bering. Kunduzi oshxonangizda choy o'rnida ichib bersangiz, uzoq o'tmay belingizning inchikilab, teringizning oqirib ketganligini his qilasiz. Qavziyatni yo'qaydi, zahar tozalaydi, o'zingizmi ruhliq, tetik bo'lib qolasiz. Go'zallik uchun sinab beqishni unutmang. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, yurak berib saqlab eling.